Yangi O'zbekiston yoshlari birlashaylik shiori ostida Namangan viloyati Chortoq tumanida ajoyib konsert dasturi juda ko'tarinki kayfiyatda bo'lib o'tmoqda. Shu konsert dasturidan tashrif buyurgan ajoyib mehmonlardan ajoyib intervyularni olib qolamiz. Qani ketdik azizlar. Albatta o'zsin Jahlombek, bugungi kundagi yoshlar o'rtasidagi o'tkazilayotgan konsert dasturi to'g'risida fikrlaringiz? Assalomu alaykum, avvalambor barcha bizni tomosha qilib turgan tomoshabinlarga bugungi Yangi O'zbekiston yoshlar birlashaylik festivali Chortoqda bo'lib o'tgan ushbu festival juda bir a'lo kayfiyatda, juda bir energetik ravishda bo'lib o'tyapti. To'g'risi o'zim ham mana ko'zi quvonib turgan yoshlarni ko'rib, mashina sahnada bo'lib o'tayotgan bir ajoyib dastur ko'rib, maza qilib bir xush kayfiyatda, energetik holatda o'tiribman. Tashkilotchilarga minnatdorchilik bildiraman. Rahmat, joningiz omon bo'lsin. Endi ajoyib intervyumizni ajoyib sportchi, aktyor, ajoyib serqirra ijodkor Murodjonni olamiz. Qani ketdik birgalikda. Murodjon, bugungi kundagi bo'lib o'tayotgan konsert dasturida fikrlaringiz, Chortoq tumanidagi yoshlarni ko'zda yonib turgan nigohi, qolaversa tashkilotchilar, tashkiliy qo'mitaga fikrlaringiz. Avvalambor assalomu alaykum aziz tomoshabinlar. To'g'risini aytaman, bomba prosta. Chestno говоря, chunki bu yerdagi insonlar shunchalik samimiy, chunki men bu yerga kelganimga 2-3 kun bo'ldi-da. İnsanların muomalasi, shirin so'zligi va mana shu tashkilotchilarimizni tashkillashtirayotgan bayramlari menimcha insonlar o'sha videolarni ham qo'yasiz. Albatta o'zingizlar guvoh bo'lasizlar inshaalloh. Albatta prosta sizlarga gap bo'lishi mumkin emas. Har doim pozitiv bo'linglar. Eng keragi tuhni paditda garochi. Rahmat, joningiz omon bo'lsin. Bizdan uzoqlashmay, hali oldinda sizni juda zo'r narsalar kutib turibdi. Xayr, salomat bo'ling.